Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Bugun sizlar bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'ularini qanday qilib samarali shakllantirish mumkinligi haqida amaliy tavsiyalar bilan bo'lishaman. Ushbu metodning nomi 5 barmoq deb nomlanadi. Siz o'z darslaringizda bemalol qo'llashingiz mumkin. Metod maqsadi o'quvchilarda vatanga nisbatan muhabbat, g'urur, himoya qilish istagini shakllantirish, mustaqil fikrlash, mulohaza qilish va his-tuyg'ularini ifodalashga o'rgatish. Amaliy qo'llanilishi: mavzu men vatanimni sevaman. Usul: har bir barmoq vatanga oid bir savol yoki topshiriqni anglatadi. O'qituvchi doskaga 5 barmoq rasmi chizadi yoki har bir o'quvchiga qo'l shaklidagi kartochka tarqatadi. Har bir barmoqqa mos topshiriq ustida ishlanadi. Interfaollikni oshirish uchun har bir o'quvchi kartochkaga o'z javobini yozadi yoki og'zaki ifodalaydi. Javoblar umumlashtirilib, sinf devoriga "Men vatanimni sevaman chunki" deb nomlangan guvohnoma tarzida ilib qo'yiladi. Shu metod asosida kichik sahna ko'rinishlari, rasmlar yoki slaydlar yaratish mumkin. Misol: o'quvchi javoblari: bosh barmoq men O'zbekistonning bayrog'i, xalqining mehmondo'stligi yoqadi. Ko'rsatkich: vatanga sodiq bo'lish, bu uni himoya qilish va yaxshi o'qish. O'rta barmoq: tabiatni iflos qiladiganlar yoki urush boshlaydiganlarni yomon ko'raman. Nomsiz barmoq: bayroq ko'targanimda faxr tuyaman. Kichik barmoq: men yaxshi o'qib, yurtimga foyda keltirmoqchiman. Bu metod darsingizni mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Aziz tinglovchilar, sizlar ham ushbu metoddan darsingizda foydalaning va darsingizni qiziqarli o'tkazing. E'tiboringiz uchun rahmat.